Sizlarning birinchi hayollaringizga kelgan narsa bu domni tepasida bo'lashlaringiz mumkin. Net, bu hovli azla imенно veranda qismi. Bu Guliston 3 azla eng premium klass hovlani mana atroflaringizni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Yangi navoy to'g'risi. Mana buni o'zi отдельный pul. Ushbu hovlimizda 4 уровенlik, pastki qismi полностью, podval qismi, basen ham bor, razdevalka bor, parilka bor, oshxona qiladigan joy bor. Короче, birinchi etajda 4 ta xona bor, отдельный sanuzel dush. Bu taraflaringizda ikkinchi etajda xuddi shunday planirovkada 4 ta xona bor, отдельный sanuzel dush. Oshxonalari bor. Tepasiga kirasizlar, shu olamda qanday manzara. Bilaman, что pul kirib ketadi. Bilaman, что ko'p расход bo'ladi, lekin menimcha bu navoyni o'zi bilan bitmasligi ham mumkinligini ham tushunib turaman. Akajon, главный почка, pechin, jigarlar joyida bo'lsa bo'ldi, chunki bu yoqqa ko'p mehnat qilinadi, lekin keyin umrlaringiz oxirigacha yetadi. Ishoninglar, bu Navoiy shaharning eng zo'r joylaridan biri. Agarki bu video mobodosiga biron joylarga boshqa viloyatga chiqib ketgan bo'lsa, kelinglar ko'ringlar. Dostoyniy joydan o'zlaringizga chottigina hovlichani qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, o'z tashqaridan planirovkasini ham ko'rsataman, akkuratligini ham baland-baland uylar qilingan. Ishoninglar, mana bu kirish qismini o'zi ham отдельный история. Shunday kelasizlarda, ushbu hovlimizga kirishlarni o'zi отдельный история. Qanaqangi baland qurilgan, cho'ligina qilingan, raskoshni, 4 etajlik, podval, madval, bu Navoiy shaharida eng zo'r joy aslida. Inobatga olasizlar. Pastda nomer qoldiraman. Ushbu hovli uchun qanaqangi ma'lumotlaringiz kerak bo'lsa, telefon qilsangiz to'liq ma'lumot aytib beramiz. Ushbu ajoyib hovlimiz uchun $308,000 so'ralyapti. Nima deb yozsangiz yozaveringlar, farqi yo'q, kommentariy ochiq. Lekin uy egalarining talablari shu.